Akalar yana bitta uy chiqdi. Hozir sizlarga borib ko'rsatamiz. Ya'ni bu chekyapti. To'qim mahallaning boshiga yana keldi. Chek emas, bunimiz uy ekan. 12,5 sotiylik yo'lni bo'yida. Mana birinchi uy, ikkinchi, uchinchi uy. Qiziqqanlar bo'lsa, srochniy aloqaga chiqinglar. Xudo o'zi chiroyli narxlarda xudo o'zi qildirib beramiz. Uyda egasi o'zi Rossiyada, bizga buni ham sotib berdilar dedi. Jon akalar, biz to'g'ri tushunasizlar. Hozir sizlar uyda egasi bilan ham gaplashtirib qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, srochniy aloqaga chiqinglar. 12,5 sotiy. Ko'ryapsizlar, mana shu uyimiz mana 40 ga, bu tomoni 31 ekan. Robotxonalari, ichkani ko'rsangiz, dahshat. Anchalik katta so'ti. Xohlasanglar 2 kishi olsanglar bo'ladi. Tengki bo'ladi. 40 ga 31, 20 dan bo'lib olinglar. Mashalloh, mana chilgi uzunlar. Xonalarga kirib chiqdim. Xonalar o'shin dahshat, bo'ylari baland. Ancha katta solingan. Bunaqa katta uy ko'rmaganman. Bu yerda mana giloslar pishyapti. Bu tomon mana suv hovuzlar deysizmi. Bu tomon katta kuxna solib qo'ygan ekan. Xohlasanglar kuxnani bitirib olsanglar bo'ladi. Mana 7 tonnali hovuzimiz bor ekan. Hammadan ham bu so'rini qarang. So'rida mana oldida mana arada tinmay suv oqib turadi. Arada mana suvlar oqyapti. Bu yer salqin, tashqari issiq. Qarang, bu yerda daraxtlar ko'pligi uchun salqin. Bu joyimizning narxi $150,000 deyapti. Xudo o'zi ozmoz yana kami bor. Qiziqqanlar srochniy aloqaga chiqinglar. Ikkita oshna o'g'ayni ham bo'lib olsa bo'ladi. 75,000 dan past olsa bo'ladi. Uyda egasi sotib bering dedi. O'zimizga aloqaga chiqaradi. Sababi uyda egasi hozir yo'q. Rossiyada o'zimiz sotib beramiz. O'zimizga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz olib kelib ko'rsatib, xudo o'zi Sevet, Grand, suvdan umuman yo'q, tok deysizmi? Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Srochniy aloqaga chiqinglar. Shu videoga bitta like bosib, bitta podpiska yozib, olmoqchi bo'lgan do'stingizga mana shu videoni tashlab qo'yasiz.